Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda 20-sentyabrdan 30-sentyabrgacha aksiya e'lon qilgan edik. Xo'p, aksiya kuni tugashiga 2 kun qoldi. Bugun va ertaga. Akalar, shoshilamiz. 29-sentyabr bugun, ertaga 30-sentyabr. Aksiya kuni tugagandan keyin texnikalarimizning hammasi o'zining narxiga qaytadi. O'shani hisobga olgan holatda akalar bugun erta 29-30 sentyabr shoshilamiz akalar. Barcha texnikalarimizga aksiyalarimiz bor. Agri Globi 180 traktorlarimizda 28 million so'm, jatkalar 7,5 million so'm, ustanovkalarimiz 1 million 200 ming so'm, hamma narsasi ichida. Akalar, shoshilamiz. Mana bunaqa pol kabinaliklarimizda 29,5 million so'm, mana